Otang hamda onang bo'lsalar hayot, qadrla ko'p bora etkil ziyorat. Ular o'tgandan so'ng bo'lib hijolat, iymanib qolasan mehmon bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari, o'tmaydi tomoqda ichgan oshlari. Nimadir yetishmas, to'lmaydi ko'ngling, iymanib qolasan mehmon bo'lishga. Otang bor hovliga kirasan erkin, onang bor ilinar dasturxon to'kin. Ishongin birodar, ulardan keyin iymanib qolasan mehmon bo'lishga.